Kitobning 35-beti. Ikkinchi masala. Ali 6 soatda idishga jo'mrakdan tomchilatib 9 litr suv to'pladi. Bu jo'mrakdan soatiga necha litr suv tomadi? Men 1 soatda necha litr suv to'plashim mumkin deb mana bu yerda demak savol so'ragan. Endi e'tibor beramiz. 6 soatda 9 litr. Bizda mana bu yerda ham nisbat ko'rinishida ham yozsa bo'ladi. Ya'ni bu 6 demak h bilan harf bilan belgilangan, bu hours, ya'ni ingliz tilidagi soatni anglatadi. 6 soatda 9 litr. Demakki biz 1 soatdagisini topish uchun biz ikkala hadni ham 6 ni ham 6 ga, 9 ni ham 6 ga bo'lamiz. Shunda 9 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 1,5 ga teng. Ya'ni 1 soatda 1,5 litrni tashkil etar ekan. Mana bu yerda ham bor. 1 demak soatda 9 bo'lingan 6 ko'rinishda, ya'ni 1,5 litrda javob kelib chiqadi. Buni ham belgilab olamiz va jo'mrakdan 1 soatda 1,5 litr suv tomar ekan deb demak o'zimizga xulosa chiqaramiz. Va keyingi masala, 3-masalada supermarketda kir yuvish kukuni 2 xil qadoqda sotilmoqda. 3 kilogramlik bor va 5 kilogramlik bor. 3 kilogramlik A qadoq narxi 69 ming so'm. 5 kilogramlik B qadoq esa 90 ming so'mni tashkil etadi. Qaysi qadoqdagi kukun arzonroq hisoblanadi? Demak, bittasi kichkina, bu 3 kilogramlik. Bittasi esa katta, 5 kilogramlik. Endi 3 kilogram 69 ming so'm bo'lsa, buni 1 kilogrammi necha pul ekanligini hisoblaymiz. Buning uchun 69 dan 3 ni bo'lib yuboramiz. 69 ming bo'lingan 3 bu 23 ming so'm bo'ladi. Demak, 1 kilogram A qadoqda 23 ming so'm. B qadoqda 5 kilogrammi 90 ming so'm edi. Buning 1 kilogrammi 90 bo'lingan 5 bo'ladi. Ya'ni 18 ming so'mga teng. B qadoqda 1 kilogram 18 ming so'mga teng. Endi xulosani o'zimiz aytishga demak harakat qilamiz. Bu yerda A qadoqdagi kir yuvish kukunining 1 kilogram 23 ming so'm. Mana bu yerda topib oldik. B qadoqdagi kir yuvish kukunining 1 kilogrammi 18 ming so'm. Bu yerda ham topib oldik. Va bundan xulosa qilsak bo'ladi, B qadoqdagi kir yuvish kukuni arzonroq ekan. Ya'ni B qadoq deganimiz bu 5 kilogramli qadoqning demak vazni bu bizda arzonroq chiqar ekan.